Shu videoni ko'rayotgan hammaga orqamdagi turgan shunaqa 2 etajli, oppoq, chiroyli, bahaybat uyimiz nasib qilsin. Do'stlar, bitta like ayamanglar. Yaxshilab joylashib o'tirib olinglar. Sizlar bilan birga mana shu uyimizning obzorini qilamiz. Kofe, choylarni qo'yib olinglar. Sababi bugungi obzorimiz juda bir boshqacha bo'ladi. Qani bo'lmasa ketdi. Kirarkanmiz o'ng qo'lda ayollar uchun maxsus oshxona keladi. Katta, chiroyli. Bu yerda xolodilnik joylashtirib ketishgan. Mebel texnikalar, sifatlisi, texnikalarga Hoffmandan ishlatishgan. Ayollar uchun yoqadi. Eshikdan kirganda chap qo'limizda yana bitta xona keladi. Katta, mehmonlar uchun zal. Juda chiroyli. Chap qo'lda ikkinchi xonaga kirar ekanmiz. Kattalar uchun yotoqxona qilib qo'ysa bo'ladi. Orqa hovli ko'rinib turadi. Uyimizda aytgandek ikkita hovli bor. Orqasida ham kichkina hovli qoldirilgan. Eshikdan kirganda o'ng qo'limizda yana bitta xona, bu yuvinish xonasi. 2 kishi yuvinsa bo'ladi. Bu yerda vannasi va dushovoy joylashtirilgan. Smisitel dushovoylar barchasi Italiyadan keltirilgan texnikalar ishlatilgan. Uyni o'zligi uchun qurib, o'zligi uchun yasatishgan ekan. Engelberg termo va oynalar ishlatilgan, gazi, ya'ni istadiganidan. Pastga podolga ucharkanmiz, bizni sauna kutib oladi, turetskiy sauna, uni oddiy qilib ishlatsa ham bo'ladi. Bu yerda yana bitta xonamiz bor, uning yonida kotolnik keladi. Kotolnikni ham qimmatidan Saim deganni ishlatishgan, ko'rib turibsizlar, yaxshi narsalar ishlatilgan, qimmat-qimmatidan o'zligi uchun ayamay ishlatishgan. Bu yerda yana bitta xonamiz keladi, trenajyor zal qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Endi ikkinchi etajga ko'rib chiqamiz. Ikkinchi etajga chiqarkanmiz, katta lustra bizani kutib oladi. Lustraning kattaligini va bahaybatligini ko'ringlar. Hop, zinalar yong'oqdan ishlatilgan, o'zimizning Toshkentning yong'oq yog'ochlaridan. Bu yerda yana bitta xonamiz keladi, katta, keng, chiroyli. Aytgandek, oynasi ikki taraflama ochiladi. Ko'ringlar, birinchisi bunaqasiga, ikkinchisi bo'lsa bunaqasiga. Endi keyingi xonalarni ko'ramiz. Uyimizda 4 sotuvga joylashgan 6 ta xonasi bor. 3 ta sanuzeli. 840 kvadrat metr uyimiz devor hisoblanmaganda. Uyimizga kamera o'rnatilgan 24 soat o'chmasdan ishlaydi. Bu 1 yilgacha o'chmasdan ishlaydigan yaxshisidan originaldan qo'yilgan ekan. Endi keyingi xonani ko'ramiz. Yuvinish xonasi umumiy. Aytganimdek, texnikalari, smesitellari va dushovoylari hammasi Italiyadan keltirilgan. Bu yerda yana bitta xonamiz keladi. Kattalar uchun o'zini alohida yuvinish xonasi bilan birga. Bu joyimizda ham dushovoylari, smesitellari, texnikalari Italiyadan keltirilgan. Endi bu xonani ko'ramiz. Kattalar uchun yoki bolalar uchun xona qilsangiz ham bo'ladi. Juda ham chiroyli did bilan bezatilgan. Endi sizlar bilan birga mansardasini ko'rib chiqamiz. Ochib oldik. Endi tepaga chiqib ko'ramiz ichkarida. Chiqib kelar ekanmiz, mansardasi ham katta, keng, chiroyli qilib remont qilib qo'yishibdi. Bu yerda bemalol o'rtoqlar bilan gaplashib o'tirsangiz yoki PlayStation qo'yib olsangiz ham bo'ladi. Do'stlar, mansardamizga ham issiq suv, sovuq suv, poloy atapleniyagacha o'rnatib qo'yishibdi. Barcha xonada o'zini alohida to'pli polini o'chirib yoqadigan pulti bor. Mana shunaqa. Balkondan bitta manzarani tomosha qilamiz. Balkondan ham juda chiroyli ko'rinar ekan shahrimiz. Lokatsiyaga keladigan bo'lsak, Maxim Gorkiy Kapital banki orqasida joylashgan Bo'z bozor ko'chasida. Narxini starti $790 ming deyapti. Yana kelishadigan joyi bor. Men qiziqqanlar uchun pastdagi raqamni qoldiraman, bemalol aloqaga chiqaverasiz.